boshlayapmiz. Do'stlar, avvalo hammalarimizni bu xonadonga Alloh taolo qilsin. Mana umid qilib daston yozgan ekan. Alloh taolo farzand ne'matini, sevgi ne'matini do'stlar, hammayam do'stlarim bobolarimiz yashab do'stlarim bittasi olan biri de manga istolan biri aman yo'q shuna bo'ladi do'stlarim Suyam bitta nima do'stlar, umr juda oz ekan, umr juda qisqa ekan. O'shaning uchun bali nevara ne'matini hamma ota ham ona ham ko'rolmas ekan. Birov ulgurmay ketar ekan. Shu sizni nevarasiga qarab sani bir kuyov bo'lganingni, kelin bo'lganingni ko'rmadim deb afsus qilib gapirganlari bor. Siz sani ham shu bolangni bag'ringga bosganimda armonim qolmas deganlar bor. Bitta yetolmagan. Bu ham Allohning taqdiroti do'stlarim. Mana bularga mana opog'i enasi yetib turibdi. Nevarani bag'riga bosishdi. Mana opog'i chevarani bag'riga bos ne'matini berib turibdi. Do'stlar, bu umr shunaqa ekan. Mana bir chimdim aqlliga gaplaysiz do'stlarim. Do'stlarda aqlli gap, nasihat nima uchun qilinadi? Nima uchun nasihat qilinadi? Nasihat do'stlarim insonni qalbini tozalaydi. Uni ongini tozalaydi, mo'ka qiladi. Viruslardan tozalaydi. Uni qalbi tozalanib, ongi tozalanib, endi hayotga, dunyoga boshqacha ko'z bilan qaraydigan bo'ladi. Aql ko'zi bilan qaraydigan bo'ladi. Avvalo hayot to'g'risida, dunyo to'g'risida, bu bo'layotgan voqea hodisalar to'g'risida, avvalo o'zini bosib o'tgan umr yo'llari to'g'risida fikr qiladi. O'ziga tanqidiy nazar bilan qarab, daftarda arqa varag'ini varaqlaydi. U dunyoda vaqtincha turganligini, imkoniyati borgan sari ozayib borayotganligini ko'p o'ylaydi. Mehmon, do'stlarim, mehmon. Bugun yetdami, indimmi, chaqiruv qog'ozi kelib qolsa ketadi. O'shaning uchun o'sha qog'oz kelgungacha o'sha ishlarni bitkazib olay deydi. Harakat qiladi. Demak, nasihatni eshitgan saringiz do'stim, ancha-muncha umrda arqa varaqdagi lo'qalaringizni tozalashga harakat qilasiz. Chunki hali imkoniyatingiz bor. Taningizda joningiz bor, hali imkoningiz bor. Endi bundan bag'iga endi hali xatolarni takror qilmaslikka harakat qilasiz. Chunki o'ylab topasizki, demak, dadam tashlab ketdi bu xonadonni, onam tashlab ketdi bu xonadonni. Alloh rahmat qilgan bo'lsin, men ham vaqtincha turibman. Ular bolam chaqam, uyim, ro'zg'orim deb urinib ro'zg'orni kamini tugatisholmadi. Ro'zg'orni qurilishini tugatisholmadi. Vaqti kelsa tug'ib bolalarini rozi qilolmadi. Tug'ib mehnat qilib ba'zan bolalarini rozi qilolmadi.
umri ado bo'ldi. Shuni orasida agar Alloh degan bo'lsa, shuni olib ketdi. Endi biz ularni goho bir eslaymiz, vaqtimiz yo'q bizga. Qabristonga ham goho boramiz, vaqtimiz yo'q bizga. Ular endi bolam chaqam ro'zorimni o'zini fido qilib ko'milib ketdi. Alloh degan bo'lsa, shuni orasida shuni olib ketdi. Do'stlarim, shuning uchun aqlli inson deyapti Alloh taolo, fikr qiladi deyapti. Yaxshidan ham, yomondan ham ibrat oladi deyapti. Ey Habibulloh qor deyapti, o'zim aytaman, ey Habibulloh qor deyapti. Bu hayot deyapti. Har doim ham quvonch va oson emas. Do'stlarim, bu umr yo'llari, bu hayot yo'llari doim sevgidangina iborat emas. Doim quvonchdan iborat emas, doim asfalt tekis yo'l emas. Hammamiz ham yosh bola basmiz. Bir umr masofasini bosib o'tdik. Yo'lda qancha daqa-duqaga yo'liqdik. Qancha seranchi yo'lda bosib o'tdik. Yo'lda qancha shikastlandik. Tikonzorlardan o'tdik. Albatta, quvonchli kunlar ham bor, lekin ko'proq g'am tashvish, ko'proq mehnat ekan do'stlarim. Shuning uchun do'stlar, endi aytayaptiki, ey Alloh qor deyapti. Ba'zida shunday boshingga g'amlar keladi deyapti. Shunday dardlar keladi deyapti, yo'lingni topolmay qolasan deyapti. Uni yechimini topolmay qolasan deyapti. Shunda juda noshukr Ali nima bo'lib qolmagin, umidsiz bo'lib qolmagin deyapti. Bu boshingga tushayotgan ancha-muncha zamikayin ishlar deyapti. Senga aslida Alloh taoladan mukofot deyapti. Seni uyg'otyapti. G'ofil bo'lib qolmagin. Do'stlarim, qishda chillasi, izg'irin sovuqlar, endi badan teshvorayotgan sovuqlar. Agar o'sha sovuqlar bo'lmasa, biz bahorni kutmasdik-da. Bahor qachon kelarkin deb intizomdan kutamiz. Chunki qishda sovuqlari bezillatvardi. G'am tashvishlar do'stlarim, ancha-muncha dardlar totganingizda shuni yaxshi bir bilingda. Qoqinganingizda, billah qor deyapti. Qoqingan paytingda, ancha-muncha mol puling ozaygan yo mansabdan tushgan paytingda atrofingda juda ko'p do'stlaring, juda ko'p jigarlaring yo'qolib qolganini ko'rasan deyapti. Ular sendan maqsadi bor edi. Qoqinuvding, endi ular ko'p ham kerak bo'lmay qolding. Ular yo'qolib qoladi deyapti. Uyning eshigini ochib, aka va uka do'stim, yaxshimisiz degan so'zlar zohir bo'lasan deyapti. Sen qancha umid qilganlar o'sha eshikni ochib kirmaydi deyapti. Qanchalari telefonda so'rashga bo'lmaydi deyapti. Shunda sen Allohdan boshqa mehriboning yo'qligini tushunitasan deyapti. Endi seni Alloh degan so'zingga chuqurdan chiqadi deyapti. Seni Alloh g'am berganda xafa bo'luvding, dard berganda xafa bo'luvding, lekin seni u yaxshi ko'rganligidan seni g'ofil bo'lib qolmasin deb uyg'otib qo'yish uchun qilgan ekan. Do'stlarim, ey Habibulloh qor deyapti, daraxtni ekish uchun eng qulay payt 20 yil oldin edi. 20 yil oldin daraxt ekib qo'yganlar hozir mevasini yeyapti. Qani axir deganlar endi kech qoldi. Lekin deyapti, sen bugun ekib qo'y deyapti. Kech qoldi, men ekkanimni endi qachanda bo'ldi, qachanda yo'q, sen ekib qo'y deyapti. Nasib qilsa o'zing yeysan, nasib qilmasa bola chaqa yeydi. Bo'lsa boshqa odamlar yeydi, balki qush yer. Qush qumursqalar yer. Senga saxobi bor, bugun ekib qo'y deyapti. Bu daraxtni qanaqa daraxt bilasizmi? Yaxshilik daraxti. Yaxshilik daraxti. Do'stim, sizga birov yaxshilik qildi. Uni toshga yozing. Esdan chiqarmang. O'zingiz yaxshilik qildingiz, endi unga qumga yozing. Uni eslab hadi minnat qilavermang. Do'stim, yaxshilik qildingiz. Birov sizga rahmat demadi, lekin aytayaptiki, Alloh taolo bildi, yaxshiligingni daftarga yozildi, videoga tushdi. Sen ko'nglingni to'q qil.
Dunyo bo'lgandan beri deyapti. Yaxshilik qilgan odamni yaxshiligini 80% odam bilmagan deyapti. Bundan bag'yan bilmaydi deyapti. Abdulla Qorimning qo'lida moli puli bor, mansabi bor, atrofida odamga hujum. Hali chengini qoqib qo'ygan, yelkasini, harakatini to'g'rilab qo'ygan, sal qoqinuvdi, ular yo'q. Bittasiga aytdim. Qo'lingizda mansab martabangiz bor edi dedim. O'g'liga ham aytdim. Hozir ertaman chiqsangiz, eshikda 5-6 odam qo'l qo'yib turibdi. Akajon deb, do'stim, akajon deb. Ya ko'nglingiz bo'sh odam edingiz, hammasiga ilojimiz yordam qilgansiz. Chunki qo'lingizda bor edi. Ilojimiz boshqa yalinib ham bo'lsa biqilib bergansiz. Endi xodim mansab ketdi endi. Mol davlat ketdi endi. Nafaqaga chiqdingiz. Qani o'sha odamlar dedi. Ertaman chiqqaningizda bormi o'shalardi? Bittasi ham qolmadi. Ana assalomu alaykum. Ular endi sizdan bir ko'sa olish maqsadi bor edi. Endi ko'p ham ular qiziqis qolmadi. Ular narigi eshikda turishibdilar. Inson shunaqa do'stlarim. Shuning uchun yaxshilik qildingizmi? Xudo bildi bo'ldi. Xudo esdan chiqarmaydi, do'stlarim. Mukofotni albatta olasiz. Yana aytayaptiki, ey Abdulla Qori deyapti. Shunday odamlar bor deyapti, qarang. 5 qo'l barobar bas. Hayotini o'zgartirishni xohlamaydigan odamlar bor deyapti. 2-2 to'rt desen, yo'q, 2-2 5 deydi. Ha do'stim, butun dunyo tan olgan 2-2 to'rt, yo'q deydi, men o'zim fikrimda qolaman deydi. Ularga deyapti, urinib nasihat qilib umrini behuda o'tkazma deyapti. Ular aks insonlar deyapti. Deydi, men o'zim fikrim yetarli, nasihatni boshqa qiling deyapti. Shunaqalar ko'rdim men. Qoraga deyapti, nasihatni boshqa qilavering. Men muhtoj emasman, qo'pti. Pulni otangiz yoshlar bir joy borib qoldi, onangizni g'animat bo'ling, jinni sal beodoblik qilib qo'yapsiz do'stim, g'animat dedi. Pul shu. Nasihatni boshqa qiling dedi. Xo'p dedim. Ota yo ona ko'zda yosh bilan o'tib ketdi. Pulmi shu, do'stim. Abdulla Qori deyapti, ta'lim olishdan to'xtama. Men ilmim yetarli bo'lib qoldi, hamma bilaman dema, bilmaysan deyapti. Birorta olim, birorta payg'ambar men hamma bilaman degan yo'q, bilmayman degan. Xudo davom etadi. Xudovando gunoh dardini aytib senga yig'layman. Gunohlarga botganman men, Allohim kechar holim nechukli ro'zi mahshar jonga yig'layman deyapti. Qarang, nigohimdan ham biroz bermagan avliyo yig'layapti. Oxirim qana bo'lar ekan, Allohim gunohim to'lib ketgan deb yig'layapti. Biz xatoyingizni aytsak ozgina bizdan xafa bo'lib qolyapsiz. Do'stim, ehtiyot bo'ling. O yerda keskin burilish bor yo'lda. Sal tezlik ozating, do'stim. Menja xushyorman dedingiz. Ya mohirman, 40 yildan shopirman dedi. Afop dedim. Gazdan ayog'ini olmadingiz, borib ulgurmay qoldingiz, tushib ketdingiz. Endi ketib qoldingiz. Hayot do'stlarim, aytayaptiki, birovni ko'rib fikr qil, shukr qil deyapti. Demak do'stim, bittasan yaxshi bilinglarda, hech qachon Makka ketgan, bodi o'rvagan yo'q. Ba'zi odamlarga og'ir kunlar ko'ryapti. Unga rahmim kelmaydi meni. Nimaga? Uni yaxshi taniyman. Daftarda arqa varaqlardagi ishlarni esimda bor. Xudoni ham esida bor. Do'stlarim, dunyoda ham totamiz. Ya'da alohida. Bir g'aribni qaqshatdingiz. U javob qaytarolmaydi sizga. Arqasi yo'qda uni. Biz nimasi bo'ladi? Qanot kesilgan qushimiz. Yetimizda biz. Sizga javob ham qaytarolmaymiz. Kuchimiz ham yetmaydi. Ammo ko'zimizga zo'r keladi. Shu qarash do'stlarim.